hamma shu yerda-ku. Bugun sizlarga konstitutsiyamizga oid yana bir muhim ma'lumotlarni olib keldik. Bugun konstitutsiyamizning 13-14-moddalarini o'rganamiz. Xo'sh, 13-modda. O'zbekistonda demokratiya umum insoniy prinsiplarga asoslanadi. Inson hayoti, erkinligi, sha'ni, qadr-qimmati va boshqa ajralmas huquqlari oliy qadriyat hisoblanadi. Yo'q, qo'rqib ketmang do'stlar. Buning eshitilishi shunaqa qiyin, ammo tushunib olgandan keyin juda ham oson. Mittavoy, qani bizga sariq qalamni topib kelchi. Kelinglar, avval demokratiya o'zi nima ekanligini tushunishga harakat qilib ko'ramiz. Demokratiya bu barcha insonlarning tengligi va erkinligi. Keyin odamlar va davlat o'rtasidagi munosabatni belgilaydi deb o'qiganman. Albatta shunday. Ammo bu qanday munosabatlar? Menimcha, ota-onamiz bilan munosabatimizga o'xshagan narsa. Shunday desa ham bo'ladi. Hammamizning oilamizda belgilangan tartib-qoidalar bor, to'g'rimi? Masalan, nimanidir qilsak yo qayergadir bormoqchi bo'lsak, albatta ruxsat so'rashimiz kerak. Ota-onamizning talablarini so'zsiz bajarishimiz kerak. Ular menimcha bizning xavfsizligimizni, barkamol bo'lib ulg'ayishimizni o'ylab, shunday qonun-qoidalar belgilashsa kerak-a? Albatta, va ular bizga hamma sharoitlarni qilib berishadi. Ovqatlanamiz, chiroyli kiyimlar kiyamiz, maktabda o'qiymiz, chiroyli joylarga, dam olishlarga, sayohatlarga boramiz. Biz oilada erkin va teng huquqli yashaymiz. To'g'ri. Ammo bundan ham muhimrog'i nima bilasanmi, Adolatxon? Ular bizni bor vujudi bilan himoya qilishadi. Biror joyimizga zarar yetib qolishidan doim xavotirda bo'lishadi. Hayotimiz ular uchun birinchi o'rinda. Ha, to'g'ri. Bir marta liftda qamalib qolganimda, dadam bilan oyim rosa vahima qilishgandi. Qutqaruvchi amakilarni chaqirib, dadam hamma yoqni oyoqqa turg'izgandilar. Ana ko'rdingmi? Bizga nimadir bo'lsa, ular jonini berishga ham tayyor bo'lishadi. Davlat bilan fuqarolar o'rtasida ham xuddi shunday. Ya'ni, demokratik davlatimizda birinchi o'rinda inson, uning hayoti, sha'ni, qadr-qimmati turadi. Fuqarolari bilan nimadir hodisa bo'lsa, davlat har tomondan qo'llab-quvvatlaydi. Va barcha huquqlarimiz biz o'rganayotgan mana shu konstitutsiyada va boshqa qonunlarda belgilab qo'yilgan bo'ladi. Demak, demokratiya, erkinlik, inson hayoti, sha'ni, oliy qadriyat so'zlarini alohida bo'yab olamiz. Odilbek, qayerdandir Mittavoyning ovozi kelayotganga o'xshayaptimi? Yo'q, senga shunaqa tuyulayotgandir. Xo'p do'stlarim, 13-moddani tushunib oldik va sariq rangga bo'yadik-a? Endi 14-moddaga o'tamiz. Unda yozilishicha, davlat bizga barcha sharoitlarni yaratishni qonuniylik, ijtimoiy adolat va birdamlik prinsiplari asosida amalga oshiradi. Bu moddani kelishib olganimizdek, yashil rangga bo'yaymiz. Unda birinchi bo'lib qonuniylik so'zini bo'yaymiz. Eng yaxshi davlatlarda hamma narsa qonuniy bo'ladi. Bu degani bizning barcha harakatlarimiz qonunda belgilab qo'yilgan bo'ladi. Masalan, O'zbekistonda hamma bolalar bepul ta'lim olishi, ya'ni maktabga borishi mumkin. Bu qonunda belgilangan. Umuman tug'ilganimizdanoq bizga guvohnoma berishadi. Kattaroq bo'lib ID kart olamiz. Maktabni tugatganimizda ham qo'limizga hujjat berishadi. Biz shu hujjatlar asosida hayot yo'limizni keyingi bosqichlarda davom ettirib ketaveramiz. Ko'ryapsanmi? Har bir qadamimiz qonun yo'li bilan tartibga solingan. Huquqlarimiz, majburiyatlarimiz, yillar davomida hayotda duch keladigan hamma jarayonlar biz o'rganayotgan mana shu konstitutsiyada belgilangan. Bular hammasi qonuniylik degani. Bilasizlarmi? Men juda kichkina paytimda rosa sho'x edim va ko'p tanbeh eshitardim. O'shanda mendan ko'ra ukamni ko'proq yaxshi ko'rishadi deb ota-onamdan xafa bo'lganman. Chunki ular doim ukamni atrofida parvona bo'lishardi-da. Ya'ni ular menga adolatsizlik qilishayotgandek tuyulardi. Aslida esa unday emas. Ota-onalar hamma bolalarini teng, birdek yaxshi ko'rishadi. Ha, buni kattaroq bo'lib keyin tushundim. Menga ko'proq tanbeh berishgani tarbiyali va yaxshi inson bo'lishim uchun ekan. Ukam esa kichkina va ko'p kasal bo'lgani uchun unga ko'proq e'tibor berishgan ekan. Ammo doim bizni bir xil yaxshi ko'rishlari, asrab-avaylashlari, parvarish qilishlarini anglab yetdim. Ijtimoiy adolat degani shu. Davlat ham ijtimoiy holatidan kelib chiqib, har bir fuqarosiga adolatli munosabatda bo'ladi. Va davlat birdamlik prinsipi asosida ish olib boradi. Ya'ni jamiyat va shaxs manfaatlari umumiy bo'ladi. Bu degani bitta shaxs emas, butun jamiyat, xalq manfaatlari ustun hisoblanadi.
Odamlar ham faqat o'zini o'ylab emas, mamlakatimizning rivojlanishini o'ylab birdamlik bilan harakat qiladi, mehnat qiladi. Biz ham yaxshi o'qib, ko'p bilimlar orttirib, yurtimizni rivojlantirish uchun, xalqimiz yaxshi yashashi uchun hamma bilan birgalikda harakat qilamiz. Demak, bu moddada qonuniylik, ijtimoiy adolat va birdamlik so'zlarini alohida bo'yab olamiz. Chindan ham mushukchamizning ovozi. Ha, unga nimadir bo'lgan shekilli. Ovozi g'alati chiqyapti. Mittavoy, qayerdasan? Mittavoy, Mana ekansan-ku, Mittavoyim. qutida qamalib qolibsan-ku. Mittavoy, qiyin ahvolga tushib qolibsan-da. Yaxshi ham e'tiborsizlik qilib, xonadan chiqib ketib qolmabmiz. Aslo bunday qilmaymiz. Mittavoyning hayoti biz uchun muhim. Ha, Mittavoy, eshitdingmi? Sening hayoting biz uchun hamma narsadan muhim.